Короче, men mana shu TNTlarni portlatishga qaror qildim. Bu birinchi, bu bittagina xolos. Bu esa 4 ta, bu 18 ta, buchi? Bu 30 ta ekan. Bu 500 ta. O, yaxshi. Bu 1000 bitta. Bu yerda 1000 ta, lekin yana bittasi bu yerda bo'ladi. Geniyman-da. Xo'sh, sizlar o'ylaysizlar buni ichi bor-da, lekin buni ichi yo'q. Da, buni ichi yo'q. Shuning uchun bu maketni yo'q qilamiz. Davay. Unda. Yo'q, hozir emas, birinchi bo'lib, birinchi bittani portlatishga qaror qildim. Bitta qanday portlaydi? Bu juda oddiy. Har doim buni ko'rganmiz va buni bajarib ham ko'rganmiz. Va ikkita qanday portlaydi? 4 ta ekan bu. 4 ta ham juda oddiy va 18 tachi. Da, bu yerda 18 ta bor. Qanday portlay? Normalniy. Oxirida esa bularni portlatib yuboraman, chunki bular menga unchalik ham kerak emas. 18 ta va 30 tami bu yerda? Yo'q, menimcha bu yerda 30 ta emas. Qo'rqmanglar, buni ichi bor, mana buni ichi bor. Ichini qilaman. Bu yerda demak, men adashganman, bu yerda 30 ta emas, 30 tadan ko'p bo'lishi mumkin. Portlaydi. Yaxshi. Bular normaligina ketdi va endi qolganlarini ko'rish uchun part 2 ni kuting. Bo'ldi, bu videoni oxiriga kelganimiz uchun buni portlatib yuboramiz. Xo'sh. Yaxshi, bular ham portladimi? Yaxshi. Yaxshigina joyini egalladi. Obuna bo'ling. 30 ta laykdan keyin part 2 ni chiqaraman va hammasini bajaramiz.